Har bir inson hayotida kamida bir marta suyak bilan bog'liq muammo uchrashi mumkin. Suyak chiqishi yoki sinishi tezkor yordamni talab qiladi. Nega suyaklar bunchalar oson sinadi va birinchi yordam ko'rsatishda nimalarga e'tibor berish kerak? Bu videoda biz suyakning birikish jarayoni, suyak chiqishi va sinishi bilan bog'liq holatlarni tahlil qilamiz. Shuningdek, suyak sinishi yuz berganda birinchi yordam ko'rsatishning to'g'ri usullarini o'rganamiz. O'zingiz yoki yaqinlaringizga sodir bo'lgan baxtsiz hodisalarda qanday harakat qilish kerakligini ko'rsatib beramiz. Avvalgi darsda suyaklarning tuzilishi va ularning soni haqida gaplashgandik. Bugun esa ularning birikishi haqida gaplashamiz. Suyaklar birikish jihatdan 3 ta turga ajratiladi. Ularning birinchisi harakatchan, ikkinchisi yarim harakatchan va uchinchisi harakatsiz birikish hisoblanadi. Harakatchan birikish, ya'ni bo'g'imlar yordamida birikish. Odatda bo'g'imlar yordamida birikish qo'l va oyoqlarda kuzatiladi. Ya'ni bunda bo'g'im ikki xil suyakdan tashkil topgan. Biri botiq, keyingisi esa qovariq bo'ladi. Ya'ni ikkalasini ham yuzasi tog'aydan tashkil topgan bo'lib, ular o'rtasida bo'g'im suyuqligi joylashgan va bularning hammasi bo'g'im xaltasi deyiladi. Demak, bo'g'im 3 ta qismdan tashkil topgan. Bo'g'im yuzasi, bo'g'im xaltasi va bo'g'im suyuqligi. Yarim harakatchan birikishda suyaklar orasida tog'ay qatlam bo'ladi. Bunga umurtqa pog'onasi suyaklarining o'zaro birikishi misol bo'ladi. Harakatsiz birikish ikki xil turga ajratiladi. Bular chokli va choksiz birikish. Chokli turga kalla suyaklari misol bo'lsa, choksiz turga yuz, chanoq va dumg'aza suyaklari misol bo'ladi. Aytgancha, suyaklarning ustki qismi perioz deb nomlangan tashqi qattiq qavat bilan qoplangan bo'lib, bu parda ularni tashqi tomondan himoya qiladi va oziqlantiradi. Endi suyaklarning tuzilishi haqida gaplashamiz. Suyaklar tuzilish jihatdan 4 ta turga ajratiladi. Ularning birinchisi naysimon, keyingisi g'ovak, uchinchisi g'alvasimon, to'rtinchisi esa yassa suyaklar hisoblanadi. Demak, ularning birinchi turi naysimon suyaklar haqida gaplashamiz. Naysimon suyaklar tuzilishi bo'yicha ikki turga ajratiladi, ya'ni uzun naysimon va kalta naysimon. Uzun naysimon suyaklarga yelka, bilak, tirsak, son, boldir suyaklari kirsa, kalta naysimon suyaklarga kaft va barmoq suyaklari misol bo'ladi. Bularda suyaklarning qismini ikkiga ajratamiz, ya'ni o'rta qismi kovak qismi va pastki qismi ko'mik qismi. Kovak qismida sariq ilik joylashgan bo'lsa, ko'mik qismida esa qizil ilik joylashgan. Qizil ilikning vazifasi esa qonning shakilli elementlarini hosil qilish hisoblanadi. Ikkinchi turdagi suyaklarga yassa suyaklarni misol qilib keltirsak bo'ladi. Yassa suyaklarga tepa, ensa, yuz, kurak va chanoq suyaklarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Ularning ustki qismi qattiq suyak usti parda, ya'ni perioz bilan qoplangan bo'lib, ularning ichki qismi esa g'ovak qismga ajratiladi. G'ovak qismda esa qizil ilik moddasi mavjud. Qizil ilikning funksiyasi bo'yicha qon hosil bo'lishda ishtirok etadi. Uchinchi turdagi suyaklar bu g'ovak suyaklar. G'ovak suyaklarni ham ikkiga ajratamiz, ya'ni uzun g'ovak, bu qovurg'a, to'sh, o'mroq suyaklari va kalta g'ovak suyaklar. Bular kaft usti va umurtqa pog'onasi suyaklarini misol qilib keltirishimiz mumkin. To'rtinchi turdagi suyaklarga g'alvasimon suyaklar deyiladi. G'alvasimon suyaklar yuqori jag', peshana va bosh suyagining pastki asosidagi ponasimon va g'alvasimon suyaklardir. Demak, xulosa qilishimiz mumkinki, naysimon va yassa suyaklarda g'ovak qismida qizil ilik mavjud va sariq ilik faqat naysimon suyaklarning kovak qismida bo'ladi. Odamning bo'yiga o'sishi undagi uzun naysimon suyaklar bilan bog'liq. Ya'ni uzun naysimon suyaklarning ikki uchida joylashgan tog'aylarda qancha modda almashinuvi yaxshi bo'lsa, shuncha u suyaklar yaxshi o'sadi va odamning bo'yi uzun bo'ladi. Bundan tashqari, suyak ustini qoplab turadigan perioz, ya'ni suyak usti pardasi qancha yaxshi rivojlangan bo'lsa, uni hisobiga suyak shuncha yaxshi oziqlanadi va uni o'sishi yaxshilanadi. Va mana shu funksiyalarni boshqaradigan gormon mavjud. Bu somatotrop gormoni. Somatotrop gormoni gipofiz bezi tomonidan ishlab chiqariladi. Agar u tanada ko'p miqdorda ishlab chiqariladigan bo'lsa, odamning bo'yi juda ham o'sib ketadi va gigantizm kasalligi kelib chiqadi. Agar bu gormon normadan kam chiqariladigan bo'lsa, odamning bo'yi past bo'ladi va bu kasallik nanizm deb ataladi. Suyaklar kimyoviy jihatdan organik va anorganik moddalardan tashkil topgan. Organik moddalar suyakka qayishqoqlik bersa, anorganik moddalar qattiqlik beradi va ikkalasi bir butun bo'lganda suyak o'zini mustahkamligini namoyon qiladi. Endi yosh o'tishi bilan odam tanasidagi organik, ya'ni suyaklardagi organik qism kamayishni boshlaydi va ularni mo'rtlashuvi yuz beradi.
Endi muhim qismlardan biriga keldik, ya'ni mana shu qism, ya'ni suyak va u bilan bog'liq bo'lgan muammolar bo'lganda, baxtsiz hodisalar bo'lganda birinchi yordam qanday ko'rsatiladi? Hozir shu haqida gaplashamiz. Birinchisi pay cho'zilishi. Pay cho'zilganda nima qilish kerak? Pay cho'zilgan zonada og'riq va shish paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham bu paytda birinchi tez tibbiy yordam bu muz to'ldirilgan idish yoki ho'llangan sochiqni o'sha pay cho'zilgan zonaga tekkizish. Buning natijasida shish, og'riq va qizarishlarni yo'q qilishimiz mumkin. Vrachga olib borishdan oldin mana shu zonani birorta mato bilan qattiq qilib bog'lashimiz va vrachga jo'natishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi holat bu suyak chiqishi, ya'ni turli xil baxtsiz holat tufayli ba'zan bo'g'im orqali bog'langan joylarda chiqish hodisasi yuz beradi. Ya'ni bo'g'im, ikkita bo'g'im bir-biridan ajralib qoladi. Bu paytda mana shu bo'g'im bog'langan joyda demak ehtiyot qilishimiz kerak va bu yoqqa zarar yetkazmasligimiz kerak. O'quvsizlik tufayli buni kirgizishga urinish mumkin emas. Buning o'rniga agar qo'lda chiqish bo'ladigan bo'lsa, mana shu qo'lni qimirlatmaydigan qilib yelkaga ilib qo'yamiz. Agar oyoqda chiqish bo'ladigan bo'lsa, oyoqni biron bir taxtaga bog'laymiz. Agarda taxta topilmasa, o'sha chiqqan oyoqni keyingi oyoq bilan bog'lab qo'yish ham mumkin. Oxirgi holat bu suyak sinishi. Ya'ni suyak sinishi bu eng jiddiy holat hisoblanadi. Shuning uchun ham bu holatda ehtiyot bo'lish kerak. Biz u uchun suyak sinishini qaysi turi bo'lganligini bilib olishimiz kerak. Ya'ni suyak sinishini ikki xil turini farqlaymiz. Bularning birinchisi ochiq sinish, ikkinchisi yopiq sinish. Yopiq sinish odatda normal suyak bilan bir xil bo'ladi, ya'ni singanligi bilinmaydi. Buni xalq orasida dars ketish deb nomlanishi mumkin. Bunda ana shu suyakni ehtiyot qilishimiz va unga zararli moddalarni tekkizmasligimiz, iloji bo'lsa uni birorta tayoqqa biriktirishimiz, agar tayoq topilmasa, boshqa keyingi sog'lom suyak bilan birgalikda bog'lashimiz kerak bo'ladi. Ochiq sinish turi juda ham xavfli sinish hisoblanadi. Bunda ehtiyotkorsizlik qiladigan bo'lsak, qon tomirlar yoki muskullarda kesib yorishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham ehtiyotkorlik bilan mana shu suyak singan joyini birorta taxta bilan qimirlatmaslik uchun va agar taxta topilmagan taqdirda sog'lom oyog'iga yoki agar qo'li bo'ladigan bo'lsa, tanasiga birgalikda bog'lab qo'yamiz va shifokorga jo'natamiz. Ba'zida ko'krak qafasi, ya'ni qovurg'alar ham sinishi mumkin. Bu juda ham xavfli, ya'ni qo'l oyoqni bog'lab qo'ysak bo'ladi, lekin ko'krak qafasini bog'lash juda ham noqulay. Shuning uchun ham bemorni yotqizgan holatga o'tkazamiz va uni bitta chuqur nafas olishni so'raymiz. Nafas olgan paytda ko'krak qafasi kattalashadi va o'sha suyak yana joyiga qaytadi. Va shu paytda biz uni bog'lab olamiz va uni shifokor huzuriga jo'natamiz. Va oxirgi holat bu kalla suyagini sinishi. Bu juda ham xavfli holat. Ya'ni agar shunday bemor ko'rib qoladigan bo'lsak, biz uni boshini ko'tarib qo'yamiz. Nimaga? Chunki qon uni boshida to'planib qolmasligi uchun va boshini baylab shifokor huzuriga jo'natamiz. Agar bu videoda o'rganganlaringizni eslab qolmoqchi bo'lsangiz, Ustoz AI dasturini yuklab oling. Dasturda testlarni yechib, mavzuni qanchalik tushunib olganligingizni bilib olasiz. Hamma video darslarining testlarini yechib chiqadigan bo'lsangiz, sizga kurs sertifikatini beramiz. Kurs Telegram kanalida esa video darslarning qachon chiqishini bilib olishingiz mumkin. Qo'shimcha materiallarni ham tashlab boramiz. Barcha havolalar video ostida.